Yangi Cobalt hamma yoqda shov-shuv bo'lib ketdi. Eskisi bilan nima farqlari bor? Hozirlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. 2 yildan beri buni o'zgarishlar bo'lmagan. Tabloyimizni oldin eski Cobaltlarda nomerli tablo bo'lardi, ya'ni raqamli tablo. Hozir bunda ham analogiy, ham kichkina monitori bor. O'tdan narsalarni bemalol upravlat qilib ketsanglar bo'ladi. Ikkinchi o'zgarish salonda bo'lgan. Menga eng yoqqan narsasi, oldingi Cobaltda mikrofon bo'lardi, hozir bo'lsa ko'ryapsizlar, monitor o'rnatilgan. Ruldagi o'zgarish, голосовое управление, cruise control, undan tashqari black piano qilib chiroyligini qilib qo'yishgan. Torpedka va apchikalar polni qoraytirilgan. Oldingi Cobaltlarda bilsanglar, tirnoq bilan bundoq chizilsa, chizilib qolardi. Yangi apchikalarda endi bu muammo yo'q. Cobalt sizenasi o'zi eng yumshoq sizena hisoblanadi. Polni koja qilingan, abagrev o'rnatilgan, undan tashqari chetlari bortli qilib chiqarilgan. Eng katta o'zgarishlardan bittasi motorda bo'lgan. Hozir nima o'zgarganini ko'rsataman sizlarga. Mana men motor ustki qismi, mana bu yerda ko'ryapsizlar, bu yerga vanus o'rnatilgan. Bu nimaga foyda beradi desanglar, benzin rasxodini kamaytirib beradi. Tashqi dizaynda pastga o'zgarish bo'lmagan. Narxi keladigan bo'lsa, eng full midnight paketi 165 million ekan. Bu videoni Cobalt olmoqchi bo'lgan yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.